Benfica va Real Madrid o'rtasidagi katta to'qnashuvni gaplashamiz. Kechagi o'yin shunchaki bomba bo'ldi. Ochig'i Realni bunday yiqiladi deb hech kim kutmagandi. Avvalgi uchrashuvlarda oladigan bo'lsak, umuman olganda bu ikkala jamoa tarixda juda kam to'qnashgan. Oxirgi 3 ta rasmiy o'yinga qaraydigan bo'lsak, 1965-yilda Benfica Realni 5-1 ga mag'lub etgan. Keyin xuddi o'sha yilning o'zida Real 2-1 hisobda g'alaba qozongan. Bu ham Chempionlar Ligasida yarim finalda to'qnash kelgan bahs. Va 3-o'yin esa oradan necha yil o'tib ketib 2026-yilda ro'y berdi. Benfica yana Madridni uyida qabul qildi va 2 hisobida g'alaba qozondi. Xullas, oxirgi 3 ta o'yin ikkitasida Benfica yutgan, bittasida esa Real. Nima deyish mumkin? Kechagi o'yinga kelsak, Real Madrid boshida Mbappe bilan hisobni ochdi. Hamma mana Real ketyapti deb o'yladi. Lekin Benfica shunaqangi bosim qildiki, Real himoyasi butunlay adashib qoldi. Yana nima deyish mumkin? Sheldrab 2 ta gol urdi. Pavlidis penalti ishladi. Eng qiziq joyi oxirgi daqiqada darvozabon Trubin o'zi kelib gol urib ketdi. Bu umuman futbolda kam bo'ladigan holat. Realda Mbappe 2 ta gol urdi, lekin baribir yetmadi. Mbappe gol uraveradi, Real yutqazaveradi. Ochig'ini aytganda Real Madrid hujumda zo'r, lekin himoyasi juda bo'sh. Orqada joy tashlab qo'ydi. Benfica esa tezkor hujumlar bilan Madrid himoyasini yanchib tashladi. Benfica jamoaviy o'yin qildi. Pressing bor, tezlik bor, ishonch bor. Shu sabab Realni sindirib tashladi. Endi eng qiziq joyi bu ikkala jamoa yana play-off bosqichida to'qnash keladi. Keyingi o'yinlar fevral oyida. Birinchi o'yin 17 yoki 18 fevral, ikkinchi o'yin 24 yoki 25 fevralga to'g'ri keladi. Bu safar Real uyda o'ynaydi, lekin Benfica hozirgi formasi bilan Realga juda katta muammo bo'lishi aniq. Xullas do'stlar, hozirgi holatda Benfica och jamoa, Real Madrid esa yulduzlarga suyanib qolgan jamoa. Agar Real himoyani tartibga solmasa, keyingi o'yinda ham muammoga duch keladi. Ko'ramiz, futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Agar sizga shunaqa tahlillar yoqsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Keyingi o'yinda yana gaplashamiz. Kim haqiqiy gigant, kim esa passiv jamoa. Ko'ramiz.